Assalomu alaykum. Navbatdagi filtrlarimiz chiqib ketyapti. Bir ikkita akamiz aytadi, klapan to'lib qolyapti axlatga deb. Hozir klapanning o'rniga mana o'zi bez klapan qo'yyapmiz. Suv o'zi avtomatik mada to'planib turadi. Suvga filtr mabodo to'lib qolsa manadan yechib turib bo'shatib tozalab qo'ysa bo'laveradi. Xo'sh. Suv kelyapti. Bu yerda tozalanib o'tib turib, keyingi kameraga o'tadi. Bu kamerada ham suv bor. Kamerada ham suv sepiladi. Bu yerda ham tozalanadi tutun. Keyin toza tutun bu yerdan chiqib ketadi. Xullas, buni kirishi, bunisi chiqishi.